Assalomu alaykum hurmatli dehqon bog'bonlar, uzumchilar. Bugun 1-avgust sanasida biz hozir Tojikiston Tursunzoda shahrida mana bitta bog'ga kirdik. Bu mahalliy navlardan bo'lgan, ya'ni o'sha Mercedes eng serhosil navlardan biri bo'lgan Mercedes uzum bog'iga 1 gektarlik bog'ga kirdikda. Shunchaki havas qilib like bosib qo'ying, kamida shunaqa bog' sizga ham nasib qilsin. Buni hozir nima ish bo'lyapti, qanaqa hosildorligi hammasi haqida imkon qadar yoritib berishlikka harakat qilaman. O'shaning uchun mana boshladik. Hech qanday montajsiz davom etamiz. Mana shu bog'imiz necha yillik? 10 yil bo'ldimi? Ha? 12 yillik. 12 yillik uzum bog' tanalari mana shunaqa bo'lib ketadi, bilasizlar, Tojikistonda. Shu sxema shu 6 metrga 6 metr qilib oralig'i, uzoqlikda ekilgan. Lekin bunga qo'yilgan hosilni ko'ring. Shunchaki qoyil qolmaslikni, nima deydi, Xudoning mo'jizasiga tan bermaslikda iloji yo'q. 36 kvadratda bo'lgan hosilni qarasangizchi, juda ham ko'p qo'yilganiga hali to'liq qizarmagan. Nima uchun? Hosil haddan oshiq ko'p qo'yilgan. Ba'zilar aytishi mumkin 1-2 yilda daraxt charchatasizlar deb. Yo'q do'stlar, mana hozir e'tibor bering, har bitta uzum tubni tagida 3 tadan yashik turibdi. Har bir tubda. Mana. Nariginda ham 3 ta. O nariginda ham 3 ta, bunda ham 3 ta. Mana bunda ham 3 ta. Nima uchun? Mana shu tubdan qoraygan, yaxshi yetilib pishganini mana yashiklarga uzishgan. Sifatni qarang, sifatni nima deyapti uzumlarni. Donlarni qarang. Bandlarni qarang, umuman kasalligi yo'q. Ko'p. Hozirda bilasizlar, mana shu Mercedes uzumini 3-4 yil bo'ldi bizdan rosa mayiz qilishga o'rganishdi odamlar. Mayiz juda ham go'shtlik, yirik bo'ladi. Donlarni qarang. Shuning uchun mayizga juda ham o'rganishgan. Hozir lekin mana bu qilingan upakovkalar 8 kilodan joylanadi har bitta yashikka. Har bitta tubdan 3 yashikdan olingandan keyin daraxt ancha yengillab qoladi. Qolgan hosilni bemalol yana yetiltirib pishirib beraveradi. Mana hosillarni ko'ring. Nima uchun Mercedes deydi? Bu juda ham yetilib pishganda mana chizig'i bo'ladi 3 ta. Emblema chiqarib yuboradi o'zidan, ya'ni. Mana har bir tubda 3 tadan yashik, har bir yashikka 8 kilodan joylangan. Bu degani deylik ko'p bo'lsa 10% olib chiqilyapti. O'shanda ham oliy navli mana. Uzumlarning sifatiga qarang. Qanaqa. Bu eksport uchun chiqib ketadi. Mana shunday holatda yashiklarga joylangandan keyin xolodilnikka olib borib bir kun sovitiladi. Keyin Rossiyaga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga eksport uchun chiqib ketyapti. Endi mahalliy navlar eksportga bo'lmaydi deymiz, lekin Yevropaga eksport uchun bo'lmaydi. Lekin mana bu o'zimizda nima deydi? Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston bu joylarga bu uzumlarga talovat bor hozircha. Shuning uchun mana shu uzumlar uzilib jo'natilyapti. Uzumlarda boshlarini qarang, tozaligini, donlarini ham tozaligini. Tashib chiqish qanday bo'ladi? Ahamiyat bering mana. Bitta traktorga bitta, ikkita, 3 ta prinsep ulangan. Prinseplarni ham ko'ryapsizlar. Bog'ning tagida bemalol mana shunday yuk bilan 1, 2, 3, 4 qator yashik yuklangan. Yuk bilan bemalol bog'ning ichida yuraveradi. Shu ora 6 metr bo'lsa, ana yana 3 metrga yana pastnikka stoyka qo'yilgan, lekin uzum yo'q mana 3 metrda. Lekin tuplarning orasi 6 metrligini ko'ryapsiz. Ko'pchilik samarqandlik akalarimiz rosa o'rgangan, mana shu Tursunzoda shahriga kelib, mana shu aynan mana shu uzumni mayizini quritib, tayyor mayiz qilib olib ketishga o'rgangan. Mana sizlarga tavsiya beraman, shunchaki tekin tavsiya.
1 gektarlik. 1 gektarda 300 tubga yaqin daraxt bor, tub bor. Har bittasi endi bilmadim. Kamida 150 kilo hosili bor kamida. Bu degani o'rtacha 45 tonnani hisobini olasiz. Bunaqa bog'lar juda ko'p. Mana eksport bilan shug'ullanadigan, uzumchilik bilan, mayizchilik bilan shug'ullanadigan akalarimizni taklif qilib qolamiz. Tojikiston Tursunzoda shahriga kelib, istalgan navdagi uzumni istalgan miqdorda, объемda topishingiz mumkin. Bunaqa bog'lardan juda ko'p. Mana shu dehqonni nomerini kommentariya qismiga qoldiraman. Aytganimdek, mana 10%gina uzilyapti, hali 90% uzum turibdi tokda. Bundan tashqari olaman desangiz bu yerda uzum juda ko'p. Dehqon akamizga murojaat qilib, bemalol narxlarni kelishaverasizlar. Hop, to'g'risini aytib qo'yursak bo'lmaydimi? Mana shu bog'da har bir tipda kamida 250 kilo. 250 kilodan hosili bor. Bu degani 50 tonnadan oshiqda, shundaymi? Uni ko'proq o'xshaydi. Uni ko'proq o'xshaydi lekin. Zich. Yo'q, uni hosili kam. O'shaning uchun qora. Yo'q. Bu pishib ketishiga sabab shu nagri